Assalomu alaykum. Qadrdon YouTube kanali a'zolari, bugun 29-sentyabr 2025-yil. Mana navbatdagilar bo'lgan tunikani o'rab bo'ldik, atrofiga bo'ldi. Bu labonni ichlariga shu izolyatsiyalar qilindi. Mana ko'rib turibsizlar, tagidan samolyot klubkalari ham qotirilgani yo'q. Past tomondan qotirilgan. Mana bu joylari konteyner bolalar qo'yilgan. Mana peneflexlari ham joy-joylar qilingan. Qanaqa zarbalarda silqib ketadigan zarbalar ushlab qolish uchun mo'ljallanadi. Peneflex issiqni sovuqni mana bu orqa tomonga o'tkazmaydi. Hashak tushmaydi, tunkani tirab turadi. Yo'llari ham mana 1,5 sm ichkariga qaytgan hisobida, mana ko'rib turibsizlar. Ochganda qo'lni kesmaydigan holatda bo'ladi. Alohida yoniga sondiqchalar bor. Videolarimizda qo'yib borganmiz. Tagiga uloqsizliklari, rezinkalari ham bor. Mana bu joyga duvgalari, tepasiga bagajlar ham alohida sotiladi. Shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, mana va ekrandagi raqamlarga bemalol telefon qilaverasizlar. Manzilimiz Farg'ona viloyati Bag'dod tumani Bordon qishlog'i, Setofor yaqinida. 1 soat ichida o'tirib o'rnashtirib beramiz. Sizlarga yoqsa, like bosib, do'stlar yaqinlariga yuborib qo'ying. Kuzatishga davom eting. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.